Olmasangiz kuzating boshqa mamlakatlar statistikasini, yaxshilab e'tibor bering. Erkak kishini lattaligi oilani parokandaligiga sabab bo'ladi. Qo'pol aytganda. Va men bu fikrni takrorlashdan charchayman. Marhamat, nechtasi xolasa sudga bersin meni, xolasa yozib bersin ustimdan. Men bu fikrdan qaytmayman. Erkak kishi passivlik qilishi kerak emas. Oiladagi oila boshi rolini hech kimga berish kerak emas. Shu vaqtgacha shunday bo'lib kelgan bizning jamiyatimizda, bundan keyin ham bu saqlanib qolishi shart. Yana aytyapman, buni gender tengligini buzish deb hisoblaydigan bo'lsanglar, tupurdik unaqa gender tengligi. Bizga kerak emas unaqa. Marhamat, gender tengligi ana ishda bo'lsin, jamiyatda bo'lsin, vaqt oilaga tiqishtirmanglar bunaqa narsalar. Bu ishlarda tagida nima maqsad yotganligini mana kuzatib turibdi. Bular bizda oila institutimizni, oilamizga tajovuz qilmoqchi. Oilalarimizni parokanda qilib tashlamoqchi. Mana shunaqa har xil bo'lar bo'lmas o'sha maqsadlar, g'oyalar orqali. Biz bunga jim qarab turishimiz kerak emas. Va bu jarayonda hurmatli erkaklar, unutmanglar, o'g'il bolalar, siz oila boshisiz. Bo'shashmang. O'rningizni bermang, lattalik qilmang.